Hujramiz devoriga osilgan shamchiroq ham o'zining dudini taratib, paxsada izini qoldirmoqqa urinadi. Shu'lasidan esa hujradagi nodonlarning soyasi parpirab, egasining sukutini buzmoqqa intiladi. Bahorning oxiri to'kilayotgan onlarda pishib yetilmagan bir angur faqirning fikri tortilayotgan bitikdir bu. Shampilik ham xotam xulosasiga yetib qoldi. Aning dudining izi paxsada hanuz benurki, biror iz qolmoq uchun bisyor yonmoq darkor. Vali iz qoldirmakning ma'no mazmuni bo'lmog'i, yonmoq amolining beqiyos shartlaridandir.